Bir inson sendan ketganda xuddi yuragingdan bir parcha uzib ketgandek bo'ladi. Og'riqqa chidashga harakat qilasan. Nega bunday bo'ldi deb tushunishga urinasan, lekin anglamaysan. Balki bu Allohning rahmatidir. Axir Alloh aytgan, balki sizlar yomon deb bilgan narsa sizlar uchun yaxshidir. Ba'zan sen bor kuching bilan ushlab qolmoqchi bo'lgan aynan o'sha inson seni musibatingga, zaifligingga, gunohingga yoki yillar davom etadigan og'riqlaringga sabab bo'lishi mumkin edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: agar sizlar Alloh bilgan narsani bilganingizda kamroq kulib ko'proq yig'lardingiz. Biz yopilgan eshiklar uchun yig'laymiz, ammo Alloh u eshiklarni ortidan faqat sening baxting bo'lmaganda yopadi. Alloh besabab sendan hech narsani olib qo'ymaydi. U olib qo'ydimi, demak, sen eshitmagan suhbatlarni eshitgan, sen ko'rmagan amallarni qo'ygan, sen hech qachon taniy olmagan qalblarni bilgan. Alloh kimnidir hayotingdan olib tashlasa, u seni yarang emas, balki halovating bo'ladigan inson uchun joy bo'shatadi. Shuning uchun Alloh seni asragan narsaga yopishib olma. Yaxshisi, Allohim, menga men uchun yaxshisini, xayrlisini ber. Meni barbod qiladiganlardan uzoq qil deb duoda bo'l.